Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuğanlar, qandaysizlar? O'tgangizda bog'larni qanday egishdi? Suylashgan edik. Jeringar bo'lsa qaysi bog'larni tegishdi? Gilas, shaftoli, olma, fındık. Bunisi-da endi fındık janida suylashamiz. Fındık. Bu Qrimda bor, Qrimda ko'p. Turkiyada ko'p. Turkiya birinchi mestada turadi fındık bo'yicha. Yiliga 45 million tonna topshiriq ekan. Sadat Topshim birinchi o'rinda turadi-da. Shunday. Shuning uchun ikkinchi o'rinda Ozarbayjon. Keyin Italiya, Fransiya, Amerika. Fındık yönünde. Söz bo'ldi fındık. Desinglar bu fındık foydasi ko'p. Qon ovozlariga qoni kam deb qo'yishadi. Bo'yida bor ayollarga yesa foydasi ko'p. Katta foydali bo'ladi. Bollar yesa, yosh bollar yesa katta foydali bo'ladi. Bizga o'xshash davleniyasi bor. Ko'z nuri qaytgan odamlar esa farqi zo'r bo'ladi. Qarichi menda 3 ta sort bor. O'zimbosh, trapezont, keyin pirojok degan. Trapezont bu nimalar? Ko'nchalik Korolevskiy deb qo'yishadi. Cho'ng bo'ladi o'sha. Buni o'zimbosh va shu ichimliq to'garak bo'ladi. Shokoladga qo'shsa, morojnalarga qo'shsa, shu zo'r. Bitta pirojok degan bor, hali nimaga o'xshab ketadi. Pirojkaga o'xshash endi. Jalpog'imiz to'garagu. Biroq nima? Uchi unday putiygan pirojkaga o'xshaydi-da. O'zimbosh to'garak bo'ladi. Shirin bo'ladi. Trapezont cho'ng bo'ladi. Xudo xolasa bu yil mevalarni olib terganimda ko'rsatib. Maytda o'zimboshda medvejiy orexga ulag'anman. O'tgan yili ulag'an edim, shunchalik bo'ldi. Bu cho'ng'ayib daraxt bo'ldi, katta daraxt, oymoq o'shig'in daraxt bo'ldi. Onandaqa kustarnik bo'ldi. Ko'ratasizlarmi? Bu o'zi fındık kustarnik. Ikkinchi yarısda o'sa turgan nima? Daraxt. Uzunligi bo'yi 3 metr, 4 metrgacha bo'ladi. Bu yoq o'smaydi. Bilganlar bo'lsa. Buni shu men nimaga ulag'aman? Aybujonga medvejiy orex deb qo'yadi. O'tni betda ko'p bo'ladi. Hozir Ukrainada ko'payib, shunga ulashib o'tadi. Fındıkni ulashib o'tadi. Bunday daraxt bo'ladi ekan. Buni olma siyoqda bo'ladi ekan. Onday kustarnik bo'ydi ekan, mana olma siyoqda bo'ladi ekan. Shoxtab ostidan boshqa chiqmaydi ekan deyishib, shu medvejiy orexga ulanadi. Endi buni foyda tomonini ayta turgan bo'lsak, 1 gektar ekkan odam pul tagida qoladi-da. 1 gektar. 1 gektar turistskiy forma qilib eksa, 1 metr kvadratga 4 ko'chat tushadi. 1 metr kvadratda
Kvadratlar bir burchagiga bittadan tushdi, 4 ta ko'cha tushadi. Anan V-образный deyiladi. Onaqa qushlarning bo'lib o'sgandan keyin shundan 4 ta tashlab qo'ysang, turistskiy forma bo'ladi. 2 ta tashlasang, o yoqqa bu yoqqa taltaytirib, alsaytirib deganday. V-образный bo'ladi. Gektariga bu o'zi 2,5 tonna. Gektariga 2,5 tonna. Pulu optimga Qrimda optimda 500-400 rubl. Optimda 500-400 rubl. A bozorda 1000, 1,5 shunday. Bizni ichki bozorlarimizda 600-700 dan kilosi. Endi o'ylab ko'raylik. 1 tonnang 600 ming bo'ladi ekan. 2 tonnang 1 million 200 ming. 2,5 tonna pasti 1,5 million. 1 gektar ekib qo'ygan yiliga 1,5 million yesa, darilashda mayda oyog'ida 2 yil darilanadi Dolgonosikka. Qishda medniy kuparos gribokka qarshi darilanadi, bo'ldi. Ostiga go'ng. Ostiga go'ng solinishi kerak. Ammo post solinishi kerak. Yerda aydab qo'ysa bo'ldi. Suvni bir qo'yib qo'ysa, shu go'ngdan namlanib jataveradi. Короче, bayağı turistskiy formada qilinib turgan bo'lsa, gektariga 5 tonna bo'lsa, 4 tonna olganingda optimga 400 so'mni berganingda ham shu 1 million 600 ming 1-2 million so'mga boradi-da. Buni egish kerak. Bundan doğru ketadi. 1 kilosini kilokaloriya deyishadi. 1 kilosini kilokaloriyasini quvvati 1 kilo qo'ydi go'shti bilan baravar ekan. 1 kilo qo'ydi go'shtini qo'rib yesang, mana 1 kilosini chaqib yeganday so'z ekan. Quvvati yo'qlarga quvvat bo'ladi. Ayniqsa mana bizga o'xshagan qarigan odamlarga ko'ziga nur bo'ladi. Qoni kamlarga qon bo'ladi. Bo'yida bolalar ko'pincha qoni kam bo'ladi. Shular qoni kamlarga shu 1 kilodan olib bersa, jeb yursa, qonni ko'paytiradi ekan. Yosh bolalarga bersa, o'sishni yaxshilaydi ekan, meni o'sishini ham yaxshilaydi ekan. Aqlli yaxshi ishlaydi ekan. Unchalik ishi ham ko'p emas. Shu jozda uncha ana shu ko'p bo'lib chiqqan yerlarda mana kustarniklarda. Orasida ana shunday menga o'xshash 5 ta 6 ta shoq qoldirsalar bo'ldi. 5-6 ta shoq jilg'a ostidan chiqaveradi. Ko'chatdan bo'laveradi o'ziga o'zi. Ostidan ham chiqaveradi. Короче, hech ziyon emas-da bu. Qishda qish ichi. Terib olgandan keyin bu qish ichi ham, yoz ichi ham turaveradi. Hech narsa bor. Shamol vaqtlarga piyozni setkasiga qoptab qo'ysa, İlyas Emirsinov degan bola Qrimdagi. Men ko'chatlarni olib kelgan bola. Shunday piyozni qoptariga qoptab qo'yib qo'yadi. Buni haliga yugurish kerak emas-da. Mana gilas ekan,
gilas eksang ham 3 yil 4 yil turasın. Olmayı eksang ham shunday. Hozir shu eksam u janagi yili satsam degan odamlarda o'yi borda. O qancha tez kelsa shuncha tez ketadi degan maqolni bilsangiz kerak. Qancha tez kelgan narsa shuncha tez ketadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Mana o kechada men o'sha aytdim, medvejий орех degan nimani Simferopoldan Gena degan boladan olib turib, olib kelib yegib, shu uyda ko'gartirib turib, o nimani ana o'zim boshdan olib ulag'im mana semirib turgan yeriga. Semirib turgan yerda ulag'im hozir mana 3 ta choq chiqardi. Xudo xolasa bir yil yashlab boqsam, janagichida уже meva beradi. Bu narxlari meva beradi. Жаңғақта өткен жылдан beri mevmesini teraman. Adamlar aytadi, mende 15 yıl bo'ldi, mende 20 yıl bo'ldi, mevme olayızda deydi. Mana meniki 2 yıldan beri mevme alıyotat, 2 yıl, ekkenime 2 yıl bo'ldi, 2 yıldan beri mevme veriyotat. 4 yıl. Bunu şerigi menin begish kerak. Çoğda turgani bo'ladi, buni ham. Hali bir-biriga nima qila turgan. Gilasda aytilyotadi-ku. Skina pikina deb. Bu funduk o mayda oxirida gullaydi уже. Mayda oxirida уже gullaydi. Birlerde qarasang maylarda ele gullab oladi. Mana Ozimbaş, Trapezon, Pirajok. Bular o yanvar deganim. Yanvarda ele gullab oladi, yanvarda. O'rtalarida. Shu qishda ele gullab qoladi. Na qarasang quruq shoxda gullari chiqib qoladi. O cho'zilib olib qolganlar o seryoshki deb qo'yadi, ular chang'datuvchilar. Chang'dari. Haqiqiy nimasi, ya'ni matishli guli kechina bo'ladi. Bu bo'lsa urug' erkak gullari uzun. Xuddi jong'oqqa o'xshash bo'lib gullaydi. Shunday tug'anlar, ikkida faydalanganlar. Hada öyle gilas, hada öyle olma, hada öyle başka şey görürsen jong'oqni ko'rib olish kerak. Jong'oq teksa bolalarning miyalari yaxshi bo'layotadi, odamlarga foyda bo'layotadi. Xohlasang olib uyda yeyishga to'g'ri keladi. Hozir bo'lsa ko'pchilik qarsang puli yo'q-da, puli yo'qligi uchun jong'oq bozorda jong'oq sotgan bo'lsa, jong'oqni olasiz, miyman kelsa olasiz. Oldingilarda uyga har bir uyga kirsang jong'oq bo'ladi, o'rik bo'ladi. Shuning uchun o'rik ekila, jong'oq ekila. Ko'roq ballarga foydasi bo'lsin. Mana ko'ratasanlar biz yashimizdagilar ko'pchiligini aqli zakonni aqllari ishlaydi. Qolganlarda hozir mana shu ishlashim kerak, pul aqcha topishim kerak bo'ldi, tamom. Ota-onasiga meri qochib ketgan. Jong'oqni, o'rikni, mayizni ko'roq yesa bola. Insonliklari chin bo'lib yuradi. Bu videoni ko'ratasanlar, podpisatsiya degan yerda hech kim bosmaydi. Unda bir podpisatsiya degan yerda ham bosib qo'yardi. Xudo xolasi yaxshi videolarni chiqarib sizlar bilan necha bo'lsa bunday suylashib o'tirasizlar. Yuzim ekkila. Yuzim eksangiz qanday foydasi katta. Hozir Avatar degan, Lamborghini, manikur degan yuzimda chiqib ketdi. Yuzimni yeyish kerak ekan. Yuzimni yeganda biz yuzimni urug'ini chiqarib tashlaymizmi? O urug'ini chiqarish kerak emas ekan. Urug'ini chaynash kerak ekan. Yuzimni yeganda urug' bilan qo'shib chaynab yesa, bu hali ko'zga foydasi bor ekan. Ko'p narsaga foydasi bor ekan yuzim urug'ini. Shuning uchun tug'anlar yuzimni yeganda tashlavermaydi urug'ini. Onu urug'ini ham chaynagida, chaynab yutaveradi. Chaynab yutsa bu ko'zning nurini ko'paytiradi ekan. Odamning organizmiga juda ko'p
faydalarını beretken de. Şunun için yüzümdü hiç kaçan uğruğundan kaçmagala. Uğruğunu jegende tükürüp dışarı. Onu hem çaynap jişke. O yüzümdü yüzüme emez. İçindeki denegi deri eken. Onu unutmagala. İçindeki deri yüzümdü içindeki deri bu denegi eken. Şunun için yüzüm deri bolat eken. Adamga şifa bolat eken. Biz yüzümüzü civatam deydikenimizi şifasını tükürüp dişedikenimizi. Şunun için bana Avrupa'da başka memleketlerde bunu denegini alıp adamlar özleri adliyetle kılıp çekedemde çaynap cişet eken. Şunday kılaylık tuğanlar. Salamatlı boğula. Patpisa sakala. Körak körgülü. Ballarga, nevirelerge, qo'shnilarga, tuğan urug' qavm qarindoshlarga kerakli ishlarni ko'ra qilg'ila. Salomatda bo'linglar. Mana bu trapezunt, mana bu o'zimbosh. O'zimboshni danigini qarang. O'zimboshni danigi bilan bıçağım bunday. Ne bu? Qarang, danigi mana bu ishidagi jong'og'i. Mana ko'rdingizmi? Mana bu o'zimbosh. Shirin. Juqa. Tishingizdan bemalol chiqarasiz. Mana bu trapezunt. Hozir kichik küçültmog'ini. Mana bu o'zimbosh. Mana trapezunt. Mana bu ne? İçinde jong'oq bo'la turgani. Mana bu o'zimboshlik. Shunaqa ko'ringlar. Kerak bo'lsa zakaz qilinglar. 10 ta 15 ta ko'chirib qilib jo'natib beraman.